Salom dardoshlar, sizlar bilan yana men Samandar Hajjonov va bugungi videoda men sizlar bilan birgalikda bir qiziq mavzuni ko'rib chiqmoqchiman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin albatta sizni kodovый skilllaringiz va albatta dasturingiz va loyihangizda bitta level, ya'ni bir bosh tepaga ko'tarilish bo'ladi. Agarda siz o'zingizning loyihalaringizda Dayo paketidan foydalanadigan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Agarda hayotingizni va dasturlash skilllaringizni o'zgartirish niyatingiz bo'lsa, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'p, birinchi navbatda men sizga holatni tushuntiraman. Menda deylik, page'im bor. Masalan, men Glavin stransida turibman. Har bittasini ustiga bosganimda bitta sahifani ichiga kiradi. U sahifani ichiga kiradigan bo'lsa, menda shunchaki oddiy bitta masalan mock UI turibdi. Unda shunchaki har bir qidiruv qilganimda menda shu backendga zaпрос ketadi, ya'ni request so'rov ketadi va o'sha so'rov natijasi UI ga qaytib chiqadi. Bu yerda shunchaki basic zaпрос turibdi. Shunchaki Google ga zaпрос qilganman va natija qaytganida UI ga terilgan yozuvni ko'rsatib qo'yganman. Xo'p, muammo nimada? Hozir siz bilan men bitta kubitni ko'rsataman. Kubitda обычный oddiy Dayo masalan init qilingan va tagida shunchaki search degan metod turibdi. Bu yerda shunchaki bitta tekshiruv bor va loading ni emit qiladi. Shunchaki bitta print chiqaradi va albatta shunchaki bitta delay qo'shganman. Buni sababi bizda mana bu Google dan qaytadigan responsni vaqti bir necha millisekund, 200 millisekund atrofida javob qaytadi. Hozirgi internetimda undan ham tezroq qaytish ehtimoli bor. Shuning uchun men ошибкani tutishim uchun bu yoqqa delay qo'shdim. Chunki bizda odatda backendga qiladigan requestlarimizni davomiylik, ya'ni responsni vaqti ancha va ko'proq 3-4 sekund ketishi mumkin odatiy holatlarda. Va endi muammoni ko'ramiz. Bu yoq oddiy success rate limit qilingan. Bitta qaytadan run qilaman va mana birinchi page'im, birinchi problem degan page'imga token yo'q problemga bitta kiraman. Ya'ni problem token yo'q, ya'ni problem birinchisi va token yo'q. Endi qaranglar. Menga nima kerak bo'ladi? Bu yerda terminal ochib olishim kerak. Terminalda debug kerak bo'ladi bizga. Bitta run qilaman yana qaytadan va token yo'qqa kiraman, tozalab yuboraman. Masalan, terdim. So'rov boshlandi. 1 2 3 bizga mana so'rov tugadi. Emit kubit yopilgan va bizga emit bo'ldi. UI so'rov tugadi degan xabar chiqdi. Endi bizda odatda foydalanuvchi so'rov tugaguncha har doim ham mana shu page'ni ichida turadi degan kafolat yo'q. Men shunchaki mana shu yoqqa qaytib kirib, nimadir deb yozib, sira chiqib ketsam, nima bo'ladi 3 sekunddan keyin? Mana bunaqa error chiqadi, ya'ni state error keladi bizga bu kubitdan. Ya'ni bad state cannot emit new states after calling close. Ya'ni bu yerda bizda nima qanaqa ishlashini tushunib olishimiz kerak. Ya'ni bizda page yopilgandan keyin umuman widget tree'da mana shu page'imiz chiqib ketadi va o'zi chiqib ketayotgan paytida u o'zining ichidagi dispose metodini chaqiradi. Dispose metod ishga tushganda esa va albatta bizning kubitimizni ham close, ya'ni yo'kida blokdan oladigan bo'lsak, dispose degan metod ishga tushadi. Bunda o'zi kubit tamomlab boradi va shundan keyin bizda butun boshli page yopilib ketdi, kubit yopilib ketdi, lekin mana bu metoddan biz emit qilishga harakat qilyapmiz. Ya'ni mana bu emit bo'lishga harakat qilyapti, lekin u o'ziga tegishli bo'lgan mana bu search kubitni tepadan topa olmayapti. Yo'q, qanaqa qilib men yo'q bo'lgan kubitga nima bo'ladi, yangi state emit qilishim mumkin degan savolni beryapti. Bilamiz, ya'ni bizning kubitimiz har doim kubitga emit qiladi, UI ga emas. Ya'ni u UI da turgan kubitga emit qiladi. UI da turgan o'sha kubit bizga UI mizni kontrol qilib, ya'ni boshqarib beradi. Mana shu holatda biz page'ni olib yubordik, blok ham yopildi va bizda hali jarayon tugamagan edi va mana shu holat emit qilishga harakat qilyapti. Lekin u kubitning o'ziga kerakli bo'lgan, ya'ni eshituvchini topa olmayapti. Men jo'natyapman, lekin eshituvchi yo'q. Eshituvchi yo'q bo'lmasa men buni jo'nata olmayman deydi. Xo'p, bu qanaqa error? Bu userimizda qanaqangidir seziladimi? Yo'q, unchalik sezilmaydi. Ayniqsa hozirgi telefonlarda bu crash shunchaki background o'tib ketib qoladi, lekin bu bizni dasturimizni professionalligini tushiradi va qaysidir ma'noda kichik tomchilar bo'lsa ham bizning performansimizga ta'sir qiladi. Endi qaysi holatlarda umuman crash berib yuborish ehtimoli ham bor. Salom dardosh. Uzr bezovta qildim, sizga bitta sirni aytmasam bo'lmaydi. Qarang, agarda siz videolar mana shunaqa tez va ko'p chiqib turishini xohlasangiz, bitta siri bor. Uni hech kimga aytmang va o'zingiz bajaring.
Hoziroq videoga like bosasiz, izohlarda o'zingizga tegishli bo'lgan original fikrni yozib qoldirasiz va albatta videoni hech kimdan qiziqmay, o'zingiz dardoshlaringizga, shu Flutterchi tanishlaringizga albatta jo'natib qo'ying, ular ham ko'rishsin, manfaat olishsin. Ana endi bo'lsa, tomoshani davom ettirishingiz mumkin. Men bu muammoni qanaqa topib oldim? Endi siz qanaqadir masalan outsourcing emas, produkt kompaniyada ishlaydigan bo'lsangiz yoki produktni ustida ishlaydigan bo'lsangiz, sizda albatta masalan Firebase Crashlytics o'rnatilgan bo'ladi yoki Sentriga o'xshagan qanaqadir toollar o'rnatilgan bo'ladi va sizga doimiy statistikangizda har bir userda bo'layotgan mana shu errorlarni, xatoliklarni jo'natib turadi. Menda bo'lsa dashbordimda mana shunaqa turdagi errorlar, xatoliklar to'lib ketishni boshladi va buni simulyatsiya qilib ko'rganimda mana shu ahvol, mana shu holat. Shundan men aniqlab qoldim va bu narsani darsda davom ettirib ketib bo'lmasligini va dashbordimni tozalab qo'yishim kerakligi uchun yechim qidirdim. Xo'p, endi qaranglar, shu joyda bitta savol paydo bo'ladi. Xo'p, menda page yopilib ketdi. Page qo'shilib, kubit ham yopilib ketdi. Nega menda mana bu jarayon tugamayapti? Ya'ni mana shu kubitning ichida turgan mana bu jarayon nimaga tugamasdan davom etib ketyapti degan savol, tabiiy savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, buni men sizga nima bilan tushuntirib beraman? Ya'ni Dartning event looplari orqali tushuntirib beraman. Bizda masalan kubit har qanaqangi beradigan masalan tasklarimiz, ya'ni mana bu qilayotgan ish bizni Dartimiz uchun har biri task hisoblanadi va u taskimiz bizda event loopga, event looplarga ya'ni event loopga boradi. Event loop esa sortirovka qilib tasklarni joylab, bizda proses qilib natijani chiqarib beradi. Endi event loop nimaligini tushunmasangiz izohlarda yozib qoldirib keting. Men event loop haqida ham bitta batafsil video olishga harakat qilaman. Endi men mana shu holatni to'liq tushuntirishim uchun menga Dart part kerak bo'ladi. Bilsak bizda Dartning event loop uchun tasklar necha turga bo'linadi? 2 turga bo'linadi. Sinxron va asinxron tasklar. Endi qaranglar. Mana bu yoqda qanaqa kod berilgan? Sinxron kod print birinchi boshlandi va tagida asinxron kod, ya'ni kutib turadigan task va tagida yana bitta sinxron kod turibdi. Mana shu yerda men hozir run qiladigan bo'lsam, menda birinchi boshlandi deydi va fetch datashiga tushib 2 sekund kutib ikkinchi ma'lumot keldi degan yozuv chiqish kerak va undan keyin uchinchi tugadi degan yozuv kelishi kerak. To'g'rimi? Endi deylik, masalan, men bu awaitni olib tashlaydigan bo'lsam, buni sinxron asinxronlikdan ayiradigan bo'lsam, menda 1 3 2 chiqadi. Ya'ni menda deylik qanaqangidir, masalan, tasavvur qiling, men bittadan o'tib ketib qolib, kod tugashi kerak edi, void main tugashi kerak edi. Nimaga mana bu natija chiqyapti desak, "Hey, Xudo xayrlarini bergur. Mana bu bizdagi yozilgan kod, bu shunchaki kod, u shunchaki yozuvlar. U kompilatorga borgandan keyin mana shu yozgan har bir qatorimiz zadach, ya'ni task ko'rinishiga keladi va u tasklarni Dartning event loop o'ziga olgandan keyin albatta uni protsessingga o'tkazadi va o'tkazganidan keyin albatta natija qaytadi undan va natijani bizga qaytaradi. Ya'ni bu nima bo'lyapti? Bizdagi hozirgi Dayo bilan holat ham to'g'ri, u kod mana bu misolada bu yoqda asinxron kod bo'lishi mumkin, lekin umumiy bizning ilovamizda, ya'ni bizning event loopimizda u user uchun ko'rinayotganda sinxronlik ko'rinadi. Chunki knopkani bosdi, boshqa qildi va pejdan chiqib ketdi. Uning harakatlari sinxron, lekin bizning orqada ketayotgan background tasklarimiz ba'zi birlar asinxron bo'lgani sababli user o'zi sinxron harakatida pejni yopib yubordimi, sahifani yopib yubordimi, lekin backgroundda u boshlab ketgan ishlar davom etadi, u to'xtamaydi ular. Ular natijasi keladi. Shu sababli ham bizda masalan qaranglar, birinchi boshlandi degan yozuv ketyapti-da, boyagi awaitli bizani backendga zapromimiz dash davom etyapti va mana bu userni masalan pejdan chiqib ketdi. Deylik, pejdan chiqib ketdi. Mana shu bundoq qilamiz, qaranglar mana. User boshladi, masalan zaпрос jo'natdi va pejdan chiqib ketdi. Mana 3 ta sinxron ishni qildi. Boshladi va pejdan chiqib ketdi degan yozuv chiqdi, lekin ma'lumot keldi degan mana shu qadam bo'lmoqchi bo'lganda user pejdan chiqib ketgan edi. Shuning uchun u nima bo'ladi? O'ziga kerakli bo'lgan pejga, o'ziga kerakli bo'lgan kubitga natijani bera olmadi. Mana shu holatda bizda mana shu muammo chiqayotgan edi. Endi bunga biz qanaqa yechim qilamiz desak, bizda mana bu solution qismi, ya'ni bizga Dayoni o'zi tayyor yechim berib qo'ygan o'zini built-in kodida. Ya'ni, "Ey birodar" deydi, "Menda bitta cancel token degan narsa bor. Uni shunchaki har bitta zaprosingga e'tibor beringlar, har bir kubitga bitta cancel token emas, har bir zapros, har bir requestga bitta cancel token mana bunaqa e'lon qilib qo'yasiz va har safar men masalan MetaMaskga tushayotgan paytda avval eski mana shu cancel tokenni eski instansini bekor qilib yuborasiz. Bu nima degani? Hozir ko'rsataman, qaranglar. Keyin shunchaki bitta yangi cancel token init qilasiz.
in qilganingizdan keyin mana bu Dayoni o'ziga cancel tokenni beraverasiz, uni o'zi background o'sha ishlarni qiladi. Sizni umuman ishingiz bo'lmaydi bu bilan. Xo'p, keyin endi qaranglar, u nima bo'ladi bunaqa qilganimizdan keyin? Har safar biz mana bu masalan kirib searchga tekkanimizda, searchga nimadir yozamiz, ya'ni backendga zapros qilganimizda u cancel token o'zini ichiga zaprosni o'rab oladi va o'zida instansni o'shab turadi. O'shab turganidan keyin agarda user masalan deylik page'dan chiqib ketadigan bo'lsa, mana ko'ringlar, Qubitning ichida mana shu current tokenni cancel qilib yuboryapti. Yokida yana qaytadan request jo'natgan bo'lsa, masalan har safar searchga zapros bo'ladigan bo'lsa, u o'zidan oldingi requestlarni bekor qilib yuboradi. Mana shunaqa holatda mana close da yopib ketdi. Ya'ni page'dan chiqib ketganda mana shu close ishga tushadi va current token o'zini cancel qilib yuboradi. Bu degani Dayoga signal bor. Hey Dayo, bizga mana bu ish kerak emas, bo'ldi uni chopib yuborur. Natijasi ham kerak emas degan narsani beradi. Shunda boyga muammo bo'lmasligi kerak. Hosila bilan ko'ramiz shuni birgalikda. Terminal ochib olaman. Tak. Token bor degan joyga kiraman. Solutionga yozdim. So'rov boshlandi va chiqib ketaman. Mana so'rov bekor qilindi degan narsa keldi. Ko'rdingizmi? Ya'ni kod ichiga kiraylik. So'rov bekor qilindi degan yozuvimiz qayerda bor edi bizani? Mana. So'rov bekor qilindi degan joyga tushadi. Ya'ni bizda Dayo o'zida masalan mana shunaqa sxema qilgan, ya'ni bizga o Dayo exceptionni qaytarib yuboradi va shunchaki cancel exception tushgandan keyin cancel tokenni bu shunchaki debug chiqarish uchun olgan. Cancel token cancel qildim. Ha, cancel qilindi, so'rov bekor qilindi va bizga dalshi mana bu joylarga qaytib o'tirmayapti. Shu xolos. Ya'ni tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Dayo nima qiladi? Cancel token orqali har bir zaprosni o'zini ichiga o'rab oladi va uni eshitib o'tiradi. Agar siz bunga, "Hoy, menga bu kerak emas" desiz, bo'ldi deb bekor qilib yuboradi va biz page'dan chiqib ketgan taqdirimizda ham kodni bu yoq qismiga o'tmaydi. Shunaqa. Endi xo'sh, kodni bu yoq qismiga o'tmaydi. Endi buni biz siz bilan hozir Qubit misolida ko'rdik. Bu shunchaki aslida Qubitga umuman aloqasi yo'q. Odatiy shunchaki problem page ga o'tib olsak, masalan, bu aslida qanaqa holat ekanini siz bilan birga ko'ramiz. Token yo'q. Chiqib ketaman. Mana bu narsa errorini biz sizlarga ancha tanish, to'g'rimi? Set state bizda dispose bo'lgandan keyin chaqirildi. Ya'ni aslida biz esingizda bo'lsa, set state ham bizada state manager edi, ya'ni Flutterning o'zining built-in state manager edi. Qolgan state managerlar mana shu state managerdan ilhomlanib, shunga asoslanib, o'zlarini boshqa menejerlarni o'ylab topishadi. Ya'ni bu narsa ham shunchaki Dayoni cancel tokeni bilan hal qilinadi oxiri mana. Solution page ga tushsak, searchning ichiga shunchaki kiradi, cancel token, mana set state is loading through va mana bu yerda mana bu ham cancel token cancel qilyapti. Pastga tushsak, Dayoga bu ham o'sha cancel tokenni berib yuborgan bo'lishi kerak. Bu oxirgisi va'da beraman. Agarda sizning ilovangizni App Store va Play Market ga juda ham tez 3 ish kunida chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga o'zimning servisim UMD Group servisini tavsiya qilaman. Ishonchli, tezkor va hamyonbop narxlarda sizlarga sifatli xizmat ko'rsatishadi. Esingizdan chiqmasin, eng tezkor va sifatlisi UMD Group. Xo'p, endi bizani agar nisbatan ziyrak kuzatuvchilarimiz bo'lsa, men bitta hiylani ko'rishgan. Ya'ni Qubitning ichiga kiradigan bo'lsak, solution degani yechimda mana bitta is closed narsaga tekshirib ketgan. Ya'ni Qubitning ichida mana shu Qubitni ochiq yoki yopiqligini bildiradigan bitta is closed degan anaqasi bor, boolean qaytaradigan getter bor va shu bilan ham tekshirib ketgan. Ya'ni shu orqali mana bu pastdagi emitlar ishga tushmayapti degan fikrni aytishlari mumkin. Bu gapingiz to'g'ri. Aynan mana shu sababli ham bizda pastga tushmaydi. Is closed mana shu sababli ham pastga tushmaydi. Masalan, pastga boyga Qubitsiga e'tibor beradigan bo'lsak, u yoqda ham masalan solutionda mounted tekshirilgan. Mana shu mounted ham o'z aslida muammoni yechadi. Ya'ni pastdagi bizning set state'imiz, boshqalarimiz bo'lmaydi. Mana shunga javob berishardi. Endi aytishingiz mumkin. Men sen uni bizning qulog'imizga tepib, cancel token o'rgatib olsan, siz endi qaranglar, biz muammoni ildiziga yetib borishimiz kerak. Bizda bu yerga muammo nafaqat yopilgan Qubit yokida yo'qolgan state'ga set state yokida emit qilishimiz edi, balki bizga kerak emas bo'lgan zapros, ya'ni request bizni event loopimizni band qilib yotishi edi.
Men hozir shunchaki natija, masalan, nima desa bo'ladi? Muammoni oqibati bilan kurashishni emas, sizlarga ildizi bilan kurashishni o'rgatyapman-da. Qilsak bo'lardi, shunchaki cancel token ishlatmasdan biz har bitta joyga masalan hech qanaqa state manager ishlatmagan bo'lsak, mountni qo'yib yursak bo'ladi. Yoki har bir masalan kubitda emit qilishdan oldin mana exclusive tekshirib o'tirsak bo'ladi. Bu ham bitta yechim. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bizda mana buni bekor qilmaydi. Mana bu bizda tugamaydi. Masalan, sizda 10 sekundlik request turgan bo'lsa, bu 10 masalan user page'dan chiqib ketgandan keyin 10 sekund event bilan o'sha band qilib o'tiradi. Bizda muammo yechilmaydi. Mana shuning uchun Dayoni o'zi ham cancel token shu uchun ishlab chiqqan, ya'ni u chop voradi bu taskga umuman va sizga umuman masalan mana bu exclusive ham kerak bo'lmay qoladi. O'zi masalaga bitta tarixni aytib beraman, bu narsaga yetib kelganimni. Mana shu muammo chiqqandan keyin birinchi bo'lib xayolim mana shu exclusive bilan hal qilish kelgan va exclusive bilan ishlaydigan bitta men emit x degan metod ham yozib oldim. U shunchaki kubitga o'zini metodini qo'shadi, emit x degan. U nima? Emit qilishdan oldin exclusive tekshiradi. Agar exclusive false bo'lsa, emit qiladi. Mana shu holatda ishlatishni boshladim. Bitta joyda implementatsiya qilib ko'rdim va zo'r yechim-ku. Davay men blokni GitHub'ga mana shuni merge request qilib ochaman, ular ko'rib chiqishadi. Zo'r yechim yo'q ekan hali. Va men ham contributor bo'laman deb merge request ochdim, lekin blokni avtori menga reject berdi. Merge requestni qaytardi va katta maqola bilan qaytardi. To'g'risi maqolani tushuntirish bilan qarasam muammoni bu yerda nima desa bo'ladi? O'sha oqibat bilan kurashyapsan. Aslida sen ildiz bilan kurashishing kerak edi. Boshqa yechim o'ylab top va bu yoqda mana shu zadachalarni, requestlarni, zaproslarni cancel qilib yuborishni o'ylagin. Umuman bunaqa oqibat bilan kurashadigan anaqani biz 2 yil oldinmi, 1,5 yil oldin muhokama qilganmiz va men buni qabul qilmaganman. Chunki oqibat bilan kurashganing bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Shunchaki sen o'zingni o'sha sentringni tozalashdan boshqa narsaga erishmaysan, lekin userda u narsa hal bo'lmaydi deb tushuntirgan edi. Men shuning uchun oxiri izlandim, qidirdim nima qilsa bo'ladi va oxiri ko'pchilik bilan maslahatlashgandan keyin, umuman Cloud bilan maslahatlashgandan keyin cancel token nima bo'ladi mavzusiga yoki yechimiga yetib keldik va shu orqali men hozir endi proyektimda exclusive-ni umuman ishlatmayman, shunchaki cancel token ishlataman. Shu orqali men muammoni ildizni hal qilaman. Sizga ham har doim tavsiya qilaman, muammoni oqibati yoki asoratlar bilan kurashishni emas, yechimiga yetib boring, shu ildiziga yetib boring va o'sha ildiziga taq etib boltani soling va sizda muammo o'zi yo'q bo'lib ketsin. Chunki oqibatlar, aspektlar o'nlab bo'lishi mumkin. Siz 10 tanasiga yechim qilib yurgandan ko'ra bitta ildizni ilib tashlaysiz, o'sha 10 tani o'zi yo'q bo'lib ketadi. Xullas, bugungi mavzuimiz mana shundan iborat edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta yoki foyda olgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Izohlarda nimadir bo'lsa ham, nimadir fikringiz bo'lsa ham yozib qoldiring. Bu juda ham muhim va albatta videoni hech kimdan qizg'anmasdan o'zingizni dardoshlaringizga, flatterchilarga, komandangizga, jamoangizga va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Va albatta loyihani so'mak valyuta bilan qo'llab-quvvatlash xohishingiz bo'lsa ham, bemalol men bunga ochiqman va xursand bo'laman va motivatsiya juda ham ko'p beradi. Pastda link qoldirgan tirikchilik sayti orqali bemalol qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Sizlar bilan men Samandar Rahmatjonov bo'ldim. Keyingi videolarda darslarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.